Assalomu alaykum aziz obunachilar, Ibrohim kanal kuzatib boruvchi obunachilari. Hafta kuniga yakshanba dam olish kunlarida aziz obunachilarimizga yaxshi joydan yaxshi buqalarni sizlarga aziz obunachilar ko'rsatib o'tamiz. 1-2 kun dam oldik, oilaviy ishlar bilan bo'lib qolib, xudo xolasa mana yana ishlarni boshladik akalar. Sizlar uchun qattiq mehnatni boshladik. Inshaalloh akalar, qo'llab-quvvatlab like'larni bosib turasizlar, xudo xolasa. Sekin biz yoritib o'tamiz akalar. Bu tomonda mana ikki tomonga ikki partiyada buqalarimiz chiqadi. Bu tomonni toshni qirg'izlar, toza qirg'izlar, mana qaranglar akalar. Qirg'iziston buqalarini ham o'ta mana qaranglar, pachkalar butun dahshatlaridan ketdi. Mana sifatlariga o'zingizlar baho berib akalar aloqaga chiqarasizlar. Har bittasini yechib ko'rsatib, imkon qadar ko'rsatamiz. Arzimagan mehnatimizni qo'llab-quvvatlab bir donadan like'larni bosib tursanglar akalar, sizlarga chiroyli yerdan yaxshi buqalarni doim ko'rsatib o'tyapmiz. Do'sti birodarlarga obuna bo'lish tugmachalarini ezib jo'natib qo'ysanglar akalar. Doimiy ravishda siz aziz obunachilarga yetib borib turadi. Mana meslilarda ham o'ta ko'chatlari, zo'rlari ketdi. Navosi, sifatda akalarimizdan, ukalarimizdan chiqarayotgan insonlardan sizlarga ma'qul kelsa narxlari pastga nomerlarni qo'yib o'tamiz. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Manzilimiz Andijon tumani Aydish mahallasi, Arzonchi akamiz. Dastlabkada akalar o'ylamaymiz, dastlabkiga mashinamiz bor. Bemalol vodiy bo'la aloqaga chiqarasizlar. Arzonchi akamiz Hasanboy akamiz xonadonidamiz. Assalomu Alaykum assalom. aka, charchamasdan Alloh baraka bersin. Alloh baraka bersin. Ko'p bu bugun. Ha, ko'paytiryapti sekin-sekin. Joningiz sog' bo'lsin. Yangi yil davolamiz shekilli o'zi. Qattiq xudo xolasa. Yangi yil davosi yangilangan Allatebek keldi Qirg'izistondan. Ha. Yangi olib kelib turaylik endi. Joningiz sog' bo'lsin. Aka, qaysi tomondan boshlaymiz? Ikki partiya buqa chiqadi dedi. Ha. Videoni oxirigacha ko'ringlar akalar. Partiyasi bo'lmasa mana shu Meslidan boshlaymiz. Puli yengillar. Puli yengilroq, ha. Puli yengillar. Bo'ldi, boshladik aka. Qaysi tomondan boshlaymiz? Mashlardanmi? Nima bo'ladi mashlarni? Bo'ylar akalar, primeni aytilayotgan bo'yi 1 metr plus xudo xolasa. Nariginisi 1 metrga borib bo'lmaydi. 1 santimetr raziyasi qiladi nariginisi. Sizlar qochib turishadi, qoch ikkovi. Ular 1 metrlik buqalar mana. Onasi 1 metrga jicha kamroq, lekin xudo xolasa chiroyli buqa. E'tiborchi, sifati, holati sizlarga ma'qul kelsa aloqaga chiqarasizlar. Mesliga ikkovi. Mesli bezali ikkovi. Azoblanishlar Mesli buqani Mesli deb aytib sotilyapti. Navollari, sifati, men sizlarga hamma yo'g'ini ko'rsatishga harakat qilaman. Mana ayollari bilan olib beray akalar. Imkon qadar sizlarga yoqadigan holatda qilib olyapmiz. Aka, molimiz ko'p. Vaqt cho'zmaylik, tez-tezda narxini aytaveraylik. Bo'l, baylaramiz mana 3 ta bo'lar Ibrohimga. 3tasi bittami? 3tasi bitta qilib olaman. Mana shu ikkoviga men bittani qo'shib beramiz. Bu akalar 1 metr 5 santimetr xudo xolasa chiqaradi akalar. Borib o'lchasanglar ham akamiz ham o'lchab netib tashlab beradi bo'ylarini, holatlarini. Mana men orqalaridan ko'rsatib beraman. Ha. Yemoq-ichmog'i bir hafta sinovimiz bor. Yemoq-ichmog'i Yashur germatikka javob bermayapmiz aka. Xudo xolasa, ha, u naqsi bunaqalarga javob bermaydi, havodan keladi. Mana shu 3-chi mana Ibrohimjon. 3-chi. Uchoviga yaqin narx aytaman mana. Qarang aka. Mana bu 1 metrga jicha kam, narigi 1 metr plus, bu 1.5 plus deylik, xudo xolasa aka. Ha, bo'laveradi. Taxminiy bo'yini aytyapmiz akalar. Ana kichkinasi ham 1 metr kelib qolishi mumkin. Bu o'lchov qilingan yo'q. Xo'p, uchoviga nima deymiz? Narxini uchoviga 12,5 dan Ibrohimjon. Maqsad sotish. Kattasi tanlaganga raziyasi bor. Bunga bor, molga yo'q lekin. Uchovini olaman, 12,5 dan ketdi. 12,5 dan. Ha, monosi to'g'risi bittasi bonusiga ketaveradi. Qarang. Aka, pasi 500 ming bo'ladimi? So'rab olishsa. Yo'q, 500 ming bo'lmaydi. Yo'q, mana kishiga 500 ming kamiga so'rashsa bo'ladimi demoqchi. Ya, u beraveramiz, kelishib uchovini olsa 12,5 dan. Yo'q, qo'yusi yo'q 12,5 dan. Ha, qo'yusi 500 ming bormi demoqchi. Uchovini. Ha, yo'lini beraveramiz, kelishaveramiz. Usta muammo yo'q. Akalar 12,5 millionda xudo xolasa uchov. Bular to'rov shekilliga menimcha bitta alohida Ha, bu to'rov jup. To'rov bittacha bularlar shartdi. Bular 1.10 ga yaqin buqalar akalar, 1.8, 1.9. Shunaqa. Mana, olaylik. Buqalar peshakan, zo'r ekan, mana holatlari akalar hozirda bunaqalari tushib yotibdi bu jonivor. Bularni yechib berish shohjon. Maşallah. Olish. Hani yechinglar ashinisini ham. Kallalariga o'zingizlar e'tibor berib akalar. Juda chiroyli buqa ekan mana shular. Apkemaga. Menga apki. Menga aylanmasa menga bir shohjon. Shohjon, ber. Bu, qoch. Bu ham juda go'zal ekan. Mana Ibrohimjon. Bularni akalar, Ana.
imkon qadar o'zini Ket, holatida yaqinlashtirma, ko'rsatishga Muhammad. harakat qilyapmiz akalar. Buqalarimiz Yaqinlashtir. holatlari, sifatlari sizlarga ma'qul kelayotgan bo'lsa aloqaga Ket. chiqarasizlar. To'rovni bir joyda nima deymiz aka? Sen ipni qo'yib yaqinlashtir, bo'ldi. Hasanboy aka. To'lovgami? Ha. Yaqin ayta olay bularga. Yaqin. To'lovga 14,5dan bo'lsa ketdi Ibrohim. To'rovga To'lovni olaman 14,5 mana. Bo'zaylar hammasi sifat, xudo xolisa zo'r bo'zaylar. Aha. Hop. Bo'ldi. Hop. Hasanboy aka 14,5dan kam ketdi bor. Dastlabkidan o'ylanmaydi. Yo'q. Hop. Qo'y Xayri suyugiga nima bo'ladi? Qo'y suviga kelisha olamiz. 500 ming plus minusi Ha, bor. tanlab olganligi bor. 500 ming so'mdan o'tib bera olamiz. Plus minusi bor. Ha, plus minusi bor. Kattarog'ini hali yaxshirog'ini olaman deganga bu yerda xatosi yo'q. Endi masalan, mononisi qimmatroq kelgandir, mononisi arzonroq kelgandir demoqchiman. 500 ming plus minusi bor. Bor 500. Bo'ldi aka, bayloqli aka. Xo'p, Ha, manolari keldi endi akalar. Bu yoqqa endi qochib Qirg'iziston paroda buqalarni turishgan. Eng kichigi ham o'ta polvon ekan mana Hayda, akalar. sizlar anqaymi, Shohjahon? turadi bular. Oxiri ham buqalarni go'zal. Yecha oling yaxshi. Haydash. Sifatiga e'tibor beringlar akalar. Janovorni qaranglar. Bekalar. Mana birinchi deylar. Hayda. Qayri durum. Zo'rini olaman deganga mana akalar ikkovini tavsiya qilib qolaman. Moni yechamiz akalar, orqasini shuni ko'rasizlar. Buqani turishiga bitta e'tibor berib qo'yinglar. Beg'ubor, zo'r narsa ekan. Mana yana korobkasi shvitlardan ketdi akalar. Mana qaranglar, janovorni qaranglar. Bular mana ham ikkita bor. Bitta polvon maza qilib oladigan. O, yechyapsiz-ku qori bola. Mana bular ham bo'lajak mol qurishlarda akalar. Qo'y, qo'yvaro, bo'ldi, qo'yvaro. Qo'ring, Muhammadiyor olib keling. Harakat bo'l. Aka, ashi qochib ketganini so'raganga. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Ashu 15,5 million mana ozgina o'tib beraman, xayri bor. 15 ham, ya, ketdi. Qirg'iziston bo'zi aytdi Ibrohimjon. Qirg'iziston buqasi 15,5 xayriy soni bor. Xayri O'zingiz bor. tushib berasiz. Bo'ldi, Bo'ldi. joningiz sog' bo'lsin. Bo'ldi, u ushab kelguncha biz mayog'ini ko'rsata olaylik aka. Video cho'zilib ketmasin. Mana. Ha, janovorni qaranglar. Mashalloh, buqani go'zallari chiqyapti akalar. Go'zal, zo'r. Mana, mana. Jarbo. Sifatiga, sortiga baho bera olasizlar akalar. Bitta narsani Bu. aytib o'taman. Mashet juda qiziq narsa. Mashet juda qiziq narsa. U yelka qiziq narsa. O'lganlari zo'r bo'zadi. Suyuklariga e'tibor berib olinglar akalar. Keyin Mana. molni baqib turib, Ibrahimjon Ashitda to'g'ri gapirgan ekan deb bir dona duo qilib qo'ysangiz bo'ldi aka, xudo xolasa molni sotyapti. Shu oila bilan o'tirib Ibrohimjon chiqargan molni olovdan juda zo'r bo'ldi, foydagarchiligi yaxshi bo'ldi deb bitta duo qilib qo'ysanglar, men xursand bo'lib qolaman. Xo'p, molisi ham bitta aka, ikkovi Jup, bitta. mana shu ikkovi jup Ibrohim. Yechadi hozir mana Muhammadiyor yechadi. Yeshdi Muhammad. Ashuna Mana azoblanishlar. Mana, ashering Ibrohimjon mana. Palla berib, ko'rgan odam ham maza qilsin Ibrohimjon. Voy, endi go'zal bo'ldi aka. Ana, bo'laveradimi? Aytdim akalar, ikkovini olinglar, xudo xolasa. Puli narxi bugun azoblanishlar. Bugun qimmatlik qilish mumkin sizga bugun. Lekin sotayotganingizda bu narsa akalar %100 sizga foydasi bor, xudo xolasa. Bugun haliginaqa nima desa bo'ladi, qimmatli tuyulishi mumkin odamlarga, lekin aka buni kelajagi men o'zim nima desa bo'ladi. Buni baqqan odamlarni ko'rdinglar bunaqa narsalar. Shuning uchun tavsiya qilyapman. Yaxshi narsani yaxshi insonlarga tavsiya qilyapman. Xudo xolasa. Nega hozir Ibrohimjon pulini aytdan pul qimmat emas o'zaylar. Nech puldan aka? Puliga arzon o'zaylar. Hop bitta eshitaylikchi. Ikkalasiga 19 milliondan mana. Kami bor. Ozginadan xayrini qilib beraman. Lekin qimmat emas 19 milliondan. Mana shunaqa bo'zaylar to'g'risi 21 million, 20 milliondan deyishyapti. Yo'q, ashunga Endi maqsad sotishlik uchun 19 milliondan. Hamma odam 5 ta barmog'imiz bir xil emas, Hasanboy aka. Hamma odamdan har xil gap chiqadi. Bugun qimmatlik qilish mumkin bu mol. Puliga arzon shunda ham. Lekin molni ko'rib qo'yinglar, turishini ko'rib qo'yinglar, azoblanishlar, turishini ko'rib qo'yinglar. O'ta beg'ubor narsada, buni semirishi holati juda go'zal bo'ladi. Xudo xolasa, avvalo Xudo. Olib borib, yem berib, chiroyli qilib parvarish qilsangiz bo'ldi. To'g'rimi? 19 milliondan xayri ehsoni bor. Ozginadan xayri bor. Ozginada. Ozginadan O't xayri. beradigan yerimiz bor. Bor o't beradigan Bo'ldi, yerimiz. joningiz sog' bo'lsin. Bayloning aka. Azoblanishlar endi bu yog'i. Bu Shu yog'i yerda. sal arzonroqmish qilib, bu yog'i sal tushamizmi? Molni hammasi o'ziga qarab. Molni o'ziga qarab, Ha. Bo'ldi. Azoblanishlar endi bu yog'i mana. Ko'ringlar. Mana olib ko'rsataymi molni? Ko'ringlar akalar.
kelib o'zim ham ishga vozib qo'ydim. Qani endi imkoniyat bo'lsa mana shularni olib baylab qo'ysangiz. Mashalloh deb baqasdan ekan. Buni Chechani olib har yur, kuni o'zgarishiga qarab turib yuraverasizlar, go'zallik Yur. shaydosida. Ha. Bitta akam bor. Qoch deymi, kelmay qo'yapti. Hasanboy aka, Ho, bitta akam bor-da, Hasanboy, nima, Afsomat aka degan. ha. Afsomat aka bosib yuboradigan yeri keldi. Aka mana shundan bitta olib qo'yaverasiz, aka. Rasa sizib bo'libdi. Akam aytibdi, uka men bopidan bitta chiqib qolsa ko'rsatib o'tketing. Ayi, bo'lmasa Ana, joningiz sog' bo'lsin aka. Afsomat aka ko'rayotgan bo'lsangiz bir dona rak tayyorlaysiz aka, komment bilan. Joningiz sog' bo'lsin, mashalloh. Xo'p. Qaranglar, buqani go'zal. Turishi, sifati, holati. Bundayroq qilib keling, narigingiz ko'rinmayapti, Hasanboy aka. To'xta. Men o'taman, qo'yavering. Muhammad Bo'l, qo'yar. Turadi. Aka yechilganda chiqadi bu narsalar. Ber buni. Olyam yechar. Yeyishi вообще xo'rak ekan-a buni. Yeyish xo'rak, ha, janob, yeyishi zo'r ekan. Janob, qaranglar. Mana bunisi ham bitta oladimi, uchov? Ha, uchov bitta bu ham. Uchov bitta oladi. Malades, bola turishini qaranglar. Ana. Sifatiga, sortiga deyman, u akalar e'tibor berib aloqaga chiqarasizlar mana bu qolarni holati, bo'ylari, примерно 1.5 xudo xolasa chiqaradi. 1 metr plyusga xudo xolasa ishinglar bitadi. Hasanboy aka, uchovini yo sherigi bor. Yo'q, mana shu uchov jup. Narxini ayting. Uchovini olaman degan 18 milliondan ketdi mana. O'zicha tushungay. Necha tushishim mumkin, xayrini qilib beraman. Nech pul? Ha, kelishamiz, xayr, ozgina xayri bor lekin. Xayri bor. Xayri bor. Lekin molda aka go'zallik ketdi deb narx ko'tarib olish yo'q-a, xudo Yo'q, bizda unaqasi yo'q. Molni o'ziga qarab. Bo'ldi aka, gap yo'q. Bozorini berishdan. Bo'zaylar zo'r bo'zaylar. Tushib berasiz obunachilarimizga. O'tib beramiz. Uchovini bitta olganga nech puldan qilib beramiz? 18 milliondan xayrini qilib beraman ozginada. Yo'q, uchovini bitta olganga sal kamini. Uchovini moloni puli qimmatroq Ibrohimning aslida. Ha. Mol bo'zay. Necha farq qiladi 3-400 ming so'm lekin. Mashlar qatorda mashi ham ketaveradi deyapman men. Joningiz sog' bo'lsin. Bo'ldi aka, bayloning. Qo'y suvi yo'qolganga, haligi bir dona tanlab olganga 500 ming plyus minus bor, plyus minusi bor lekin tanlab olganga. Bo'ldi. Ashiga yetarli akalar. O'zingizlar savdo qilaverasizlar. Qaysi molni savdo qilsanglar. Baylar, tortolmay tayyor turibdi shetda. Baylab yo'q. Bu qani go'zallar akalar. Bu yog'i Hasanboy aka. Bu yog'i, o, mashalloh, mana bitta kattamiz ham bor ekan, yemga tayyor, xudo xohlasa. Ha, yemga tayyor bor bitta. Sifatda, sortda e'tibor beringlar akalar, bu qolarni. Turishini qaranglar, jonivor. Xo'p. Muhammad yor baylaveradi, keling endi. Oy, malades. Necha yangi, qaysi birini yechamiz? Ko'rsatamizmi obunachilarga? Ko'rsatamiz. Qani. Bu ham ikkovini jup qilib olarmi Ibrohimjon? Ikkov. Bugun jup savdo qilamiz. Ha, jupiga savdo qilamiz. Niyatam. Aytamanda, yaxshi niyat. Jonivor. Mashalloh. Qaranglar. Necha yurib qo'y, Beg'am xo'ja, mana. Beg'am xo'jada bu Qirg'iziston. Go'zal, zo'r. Abjimayog'iga mana qaranglar, bekaga ko'rsatmayapti, ha? Imkon qadar akalar. Olayotgan odamlarga akalar maza qilib olsin deb hamma yo'g'ini ko'rsatishga harakat qilyapti. Mo yelka, o'mgan, orqa oshlari kalib kelaydi. O'ta. Go'zallar. Shvetidan baqaman deganga. Go'zal. Oyoq qo'li ham tikka. Bugun ishqibozlarning ishi bitar ekan-da, aka. Bugun ishqibozlarning ishi bitar ekan, 100%. Bitta nima deymiz aka? Chiroyli qilib ko'rsatdim aka. Hamma yo'g'i chiqdi, xudo xolasa bir obunachilarimiz noliydigan qilmadik. Bo'ldi. Ikkovi yo'sa 18,5 milliondan mana shular ketdi. 18,5 Bo'zay xudo xolasa so'rtoy bo'zaylar. Kami bor, ha? So'rab olaveramiz. Ozginadan xayri bor lekin. Ya, ali men 18 dan 18 turmayman. Ozginadan xayrini qilib beraman. Ozginadan xayri bor. Akalar, sizlarga aytyapman. Videoda haligi nima desa bo'ladi? Bugun sizga jicha qimmatga qilayotgan bugun bo'lishi mumkin, lekin 2-3 oydan keyin buni sorti, sifatida sizga yutug'i ashida, to'g'rimi aka? Ha, bo'laveradi. Xo'p, keyingilar ko'rsataveraylik, aka. Turishni ko'ryapsizlar, azoblanishlar o'zini holatida buqalarimiz go'zal turibdi. Xo'p. Aka baylandi. Xo'p. Mana olib qo'yib turing u yoqqa. Bu o'zimi nima bu? Bu o'zimi yo sherigi bor? Bu mana shu uchov jup bularni. Uchov jup. Mo hali kichkinamiz akalar, men aka bo'pti bu kichkinamiz. Yuribdi-da akalar. 15,5 lik. 15,5 lik.
Voy, vashi katta narsa ekan, qo'pol narsa ekan, bu Katta bu ko'rinmay qo'pol. turgan ekanda bu. Bo'ldi, to'xta jonivor. Ularni olib kelib, buni uchovi bitta qilib yuboraman. Ber. Ust ko'raydi akalar. Ha, akalar, imkon qadar sizlarga ko'rsataman. Mana. Sortiga, sifatiga. Go'zal, zo'r mashina, oyoq qo'lini qarang, jonivor, tikkaling. Qirg'iziston muqasi o'ta beg'ubor holatda jonivor turishini qarang. Xo'p. Uchinchisi ana. Mana. Uchoviga nima deymiz? Hasanboy aka chiroyli qilib mana ayting narxini. Bo'ylari birin-ketin ekan, xudo xolasa. Ha. Uchovini olaman deganga, qiziqib qolganga, xudo xolasa, yaxshi niyat. Uchoviga aytdimmi qo'yiq suyug'iga. Aha. 18,5 dan boshlab. Alloh tavakkal. Onalar bilan bir xil ekan. Bir xil, ha, Alloh tavakkal. Bu sal kattarog'i mayli. Xayristoni bor. Dastlabkidan o'ylanmaysizlar akalar. Xayristoni bor. dastlabkidan Aytilayotgan yo'q. pullar yo'q pullar akalar. Ko'rib o'zingizlar baho berib aloqaga chiqarasizlar. Go'zal, zo'r go'zal. Yana bir boshimiz qopti-da, xudo xolasa. Bitta kattamiz qoldi. Bitta kattamiz qopti akalar. Ko'rsatamiz. Buni ham ko'rib, hozir o'zingizlar layklarni bosib akalar gummalab tursanglar bo'ldi. Xudo xolasa. Ozgina qilgan mehnatimizni qadrlab tursanglar, inshaalloh chiroyli ko'rsatamiz. Mashina va plus minusi bor aytib ber. 18,5 milliondan kami bor. Uchoviga 18,5 dan mana ozgina xayri bor. Tollab olganga qanaqa bo'ladi? To'lovga kelishamiz. Buni kattasi. Xo'p. Plus minus qanaqa bo'ladi? Plus minusi balandroq bo'ladi buni. 1,5 million. 1 million pastiga ham bormi, tepasiga ham bormi? Pastiga ham, tepasiga ham bor. 1 million. 1 million emas, 300-400 ming lekin. Ya 1 million emas. Yangi topiyman deb yadichi. Bo'l, aka baylar yo bittani ham ko'rsataylik, xudo xolasa. Akalar, narxlari sizlarga ma'qul kelayotgan bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Ketdi. Mana sizcha qimmatroq deyapti, 300-400 ming mollari. Sizcha tushadigan yeri bor. O'ziga qarabda, qarang. Imkon qadar. To'g'ri, sortiga qarab. Qolaylar. Jonivor. Ochaylik. Mana. Kattarog'idan, yemga tayyaridan olib borib yemlayman, 3 oy 4 oyda xudo xolasa hosilini olaman deydiganlarga mana azoblanishlar. Buqamiz yosh-a, xudo xolasa. Yosh bo'zak bu. Yosh bo'zak. Yoshi yetgan bu bo'zak. Tish yorganmi? Yo'q, tish yormagan, 1 yashar bo'lgan. Ha, 1 yashar bo'lgan. Xo'p, narxi nechi pul aka? Bunyami? Ha, 21,5. Ibrohimjon maqsad sotish. kam ketdi bor. Bor. Ozgina xayrini qilib beraman. Ozgina xayrini qilib berar ekan, 21,5 million so'm xayriy soni bor deyilyapti. Xudo xolasa aloqaga chiqsanglar, ishinglar bitadi. Bozoringiz bersan aka, yaxshi insonlarga yaxshi kayfiyatda savdo qilish nasib qilsin aka. Ha? Akalar, aytilayotgan narxlar muhim emas, bemalol kelib ustida savdo qilinaveradi. Mana mollarimizni holati, sifati sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, aloqaga chiqsanglar, pastga nomerlarni qo'yib o'tamiz. 2 ta nomer qo'yamiz, akasi bilan o'zini nomerini qo'yib o'tamiz. Aloqaga chiqsanglar, ishinglar bitadi. Xudo xolasa mollarni sifati, sorti juda go'zallari ketdi. Kelib ustida savdo qilishinglarni taklif qilamiz. Onlayn savdo qilsanglar ham akalar, mashina bor, dastlabkidan o'ylanmaysizlar, olib borib beradi. Arqonini ham olib borib berib, sizlarni xonadoningizga baylab beradi. Xudo xolasa, inshaalloh, hammanglarni xonadoningizda to'g'ri shunaqa buqalardan bo'lsin.